Tumshug'ingiz ustiga. Yangi mehmon muborak bo'lsin afandilar. Assalomu alaykum. Bugun alohida qo'shaloq kun bayram. Birinchidan bugun 27-iyun o'g'lim Temurning tug'ilgan kuni. O'g'lim tug'ilgan kun muborak bo'lsin. Sen Xudoyimning menga bergan eng bebaho ne'matisan o'g'lim. Baxtimga sog' bo'l. Ikkinchidan ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni ham, bayram ham bugun. Kasb egalariga bayram muborak bo'lsin. Ko'nglingizdagi, qalbingizdagi haqiqatga bo'lgan intilish, yonib turgan bir olov, nohaqlik oldida egmagan boshingiz va Alloh bergan mana shu iqtidor sizning eng katta mukofotingiz. Alohida to'xtalmoqchiman ikki nashrga, Afandi va Mushtum. Afandi gazetasi, Mushtum jurnali. Afandi hozir afsuski yo'q, ammo Mushtum barhayot. Mushtum jurnali ko'p yillar avval bolalik chog'imda bizning qishloqqa yetib borardi va olis bir qishloqqa meni ko'nglimga qadar hajviyani, satirani yetkazib bergan mana shu Mushtumga, Mushtumning xodimlariga rahmatimni aytmoqchiman. Hozir ishlayotgan, avval ishlab ketgan Mushtumning barcha xodimlariga bayram muborak bo'lsin. Bu yil Mushtum 100 yoshga to'ldi, yana ko'p yoshlarni ko'rib yurishini tilab qolaman. Gazeta yo'nalishida meni ammam ham ko'p yil xizmat qilganlar. Klara Bozorova Qiziltepa tuman nashrlari, Tomaris va Qiziltepa tongida uzoq yillar xizmat qildilar. Sizga ham bayram muborak bo'lsin. San'atga va adabiyotga bo'lgan muhabbatni ko'nglimda uyg'otganingiz uchun sizga ham alohida tashakkur. Sizga ham kasb bayrami muborak bo'lsin ammaginam. Bundan bir asrcha oldin 1923-yilda Abdulla Qodiriy bobomiz Mushtumning birinchi sonida shunday degandi. Bu Mushtum zo'rliq mushtumi emas, haqliq mushtumi. Bu Mushtum zolimlar mushtumi emas, mazlumlar mushtumi. Tumshug'ingiz ustiga. Yangi mehmon muborak bo'lsin afandilar, degan edi Qodiriy bobomiz. Bayram muborak bo'lsin.